Hürmetli vatandaşlarım, ben bu 3 gün mabeyinde sizlerle sözleşken tayyorlagan leksiyelerimni 3 qatam yırtıp taşladım. Hazır vaziyette aşındaq özgürüş oldu. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping Florida ştatida uçurup söhbet başlagandan keyin matbuatlar dastlabki xilma-xil fikrlarni qilgan edi. Kiyilla 180 gradus özgürüp yaxshi fikrlarni qilishga başladı. Hatta Junguning Xalq gazetinin qarmog'idagi partiya markaziy komitetining zuvoni, ya'ni millatchilikni targ'ib qiladigan gazeti Yer shari vaqt gazetimi pozitsiyasini bir necha gradus o'zgartdi. Hatta Shangangda qurilgan Sumro televiziya stansiyasimi to'xtamay o'ttirg'i ziddiyat selib ziddiyatlarni ko'paytib so'zlaydigan o'zining odatini o'zgartib, bu qatam prezident Trump bilan Reis Xi Jinping uçuruş ve ola ötközgen söhbetki icabi baha verdi. Lekin kızığı şu yedi ki, bu qatimki söhbette bugün göçüp olan arlıqda torbettirde yoki Xitay matbuatlari va yoki boshqa matbuatlarda bormi bilmayman. O agar shundaq yirik masala bo'lib o'tirg'i chiqqan bo'lsa, allaqachon tarjima qilinib, Xitay torbetlari qo'yilgan bo'ladi. Bu qatimki söhbeti ya Çavuşan meselesi ya da o kuralları negizli kaldı kolgu elinmedi ya söhbetki temi bommadı. Ya ki bir cungu bir Tayvan meselesi mi söhbetki asaslık temi kılıp oturgu çıkmadı koyulmadı. Ya ki kişilik hukuk meselesi doğrusudu mu bir ağız gap kayıtlanmadı sözlenmedi. Yani şundak et kavvakları Cenubi Deniz doğrusudu mu ya ki ondak mesela alaylı cungu burayından çekinişi gerek. Ya ki üyege kurgan her bir əsləhələrini çekindiriş gerek deydiğen gap sözmü bombadı. Demek siz şunun dikkat kılın, hürmetlik vatandaşım, alaylı meselelerde, jirik meselelerde, mesela Amerika Qoşmuş Ştatlarının Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti o'ttirisidir ki, münasebetki bağlıq ixtilaf görülüvatqan meselelerde yekki timlağı acırtılıp, bu qatam iki devlet rəhbərlərinin muhakeme qılmağanlığıdır. Şahsen ben hayran kaldım. Hazırki noktada etkan iki devlet rehberlerinin bu qatimki Florida'da ötközgen söhbeti umumi prensip karakterlik. Ya ki umumi yüzlük. Ya ki buçuk etkanda Amerika Qoşmuş Ştatlarından Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti o'tirisidagi münasebetinin mahiyetlik kısmı, ya ki mahiyetlik merkezi yadır Rusya. Ya ki bu mahiyetlik mesele bu hiç sözleşkendiler. Başka mesele özgeden hal oludu, değildi mi kandak? Bu qatimki söhbet hakikaten alaydı bir söhbet oldu. Lekin shundan keyin matbuotlar yuqorqidek bu söhbet jarayonni madiyalashga maqtashga boshladi. Demek Amerika Qo'shma Shtatlar Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti o'tirisidagi bu munosabat yangidan boshlandi yoki 50 yillik munosabatni qaytadan boshlaymiz degandek bir ish yuz berdi. Hatto buningda xo'sh bo'lib ketgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump efendi balki bir so'zga qanoat hosil qildi yoki bir jumla so'zga qanoat hosil qildi bo'lgan ikki devlet başlığı söhbet ötküzüvatkan meydanda o tercüme kıladigan tercüme naoshnikini kulakka mı tanımadı. Demek bularning kayfiyatidan qaraganda prezident Trump qaltis xo'sh yo'l. Hatta bular o'tirisida partlaydi, atog'in partlaydi degan savdo urushi to'g'risida bir ikki qiz gap yo'q. Hatta savdo balansi, ta'tir balansi to'g'risida bir ikki qiz gap yo'q. Haqiqatan kishini hayron qoldirdi bir suhbat bo'ldi. Endi biz mush munosabat bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining Reis Xi Jinpingga shundaq murojaat qilamizki, ayni chaqda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti diplomatik munosabat o'rnatgan mezgillarda 1979-yil 1-oyning 1-kuni shundan keyin shu vaqtdagi Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti yoki raisi yoki Cumhuriyet Kompartiyasining sekretari Xuyabang bahor Amerika Cumhuriyet münasebetinin diplomatik münasebet Amerika Cumhuriyet münasebetinin diplomatik münasebet o'rnatish bosqichi yetib kelganligi va o'rnatilganligi diplomatik münasebet o'rnatilganligidan iborat shundaq bahor shamolidan ilhomlanib Şinjan to'g'risida 6 moddalik buyuk siyosatni e'lon qilgan edi. Afsuski shu vaqtda sekretar Xuyabang hech qachon Amerika Cumhuriyet o'tirisidagi bo'lib o'tgan va bo'ladigan suhbatlarga qatnashgan emas. Lekin shundaq ilhomlangan edi.
bu diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin 80-yillarda shunday siyosatni o'rtaga qo'ygan edi. Endi bugun qaraymizki, hurmatli prezident Reis Shi Jinping, hurmatli Reis Shi Jinping, biz shunda qaraymizki, siz bugun bu suhbatni o'zingiz o'tkazdingiz, siz bugun bu suhbatga o'zingiz qatnashdingiz. Biz buni yoki o'zingizmi, sizning o'zingizmi madiylagandak bu qatim Amerika Jungo munosabati yoki Amerika Jungo o'tkazilgan yuqori darajaliklar suhbatining natijasidan siz mamnun bo'lgandak, endi alayli siz navbatda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida, ya'ni Uyg'uristonda yo'lga qo'yayotgan yuqori besimlik, bastirish, diktatoriya shakllik bu siyosatni o'zgartirish to'g'risida bir ilhomga keldingizmi yoki qanday? Biz şunu ümit qilamiz Reis Shi Jinping efendi. Siz Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan suhbatda, Prezident Trump bilan o'tkazilgan suhbatda boshqa masalalarni qo'yib turaylar, avval birdan-bir bo'lib, birinchi bo'lib siz millatchilikdan voz kechishingiz kerak. Navbatga Jungo Kompartiyasining millatchilik siyosatidan voz kechishingiz kerak. Millatchilik siyosatini xilma-xil shakllarga aylantirib, xilma-xil niqoblab opirib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlar qaratadigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Qonunning sirtidagi, siyosatning sirtidagi, faqat Xitoy ko'chmanlari xo'sh bo'ladigan, Xitoy ko'chmanlari ijro qiladigan zo'ravonlik bo'ladi. Reis Shi Jinping nima dinni cheklash, nima asabiylikni cheklash, nima do'ppi kiyishni cheklash, nima soqol qo'yishni cheklash, nima burut qo'yishni cheklash, dunyoda shundaqmi siyosat bo'ladi Reis Shi Jinping? Bir davlat, masalan, gubernator davlat yoki mustamlikachi bir davlat siyosatni shundaq o'tirg'a chiqaradigan bo'lsa, dunyo masxir qiladi. Bir çoğun salapetlik seviyede turib, bir salapetlik orunda turib siyaset belgileyende dünya yani bunu alkışlaydı. Bu şundak burut ile yağlıqqa, Ramazan tutuş bilen dini itiqat ne? Resmiyetleri dini itiqatni davamlı saqlashqa ya onun dini itiqadı, dini ideologiyasiga qarşı siyaset yürgüz jahan qabul qilmaydi. Şunu muşu münasebet bilen Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo o'rtasidagi muz erigan shundaq bir paytda yoki 3 oydan beri parakanda bo'lib turgan Jungo Kompartiyasining endilikda xotirjam bo'lib, Xinjiangdagi siyosatlarni o'zgartirishini umid qilamiz. Reis Shi Jinping'nin şundaq yol tutuşunu müracaat qilamiz. Biz hazır bu iki devlet o'rtasidagi munosabatning shundaq illiq daraja kelganligini nima orqali ko'ra olamiz? Biz Uyg'urlar faqatla Uyg'urlar qartilgan yuqori besimlik siyosatni kemaytirish, to'xtatish ya ijro qilishni to'xtatish yoki atalmış e'lon qilinayotgan qonunlarni bekor qilishni Reis Shi Jinping talab qilamiz va umid qilamiz, murojaat qilamiz. Sizning bu asabiylik to'g'risida tuzgan qonuningizni va yoki diniy e'tiqod to'g'risida tuzgan qonuningizni kim tuzdi? Yoki Wang apandi tuzdi, yoki Zhang apandi tuzdi. Uyg'urdan bu qonunni tuzish qatnashgan odam bo'lmaydi. Agar bo'ladigan bo'lsa, u Uyg'ur emas. Siz şuna muşundaq qonunlarni endi Amerika bilan munosabat yaxshilangan muşundaq bir paytda muşundaq siyosatlar yoki bahor shamolida ilhomlanib, siz Xinjiangda shundaq siyosatni yo'lga qo'yishingizni umid qilamiz. Ayni chog'da 80-yillarda Xuyabang yoki Amerika Jungo ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin ilhomlangan Jungo markazi, Jungo Kompartiyasining markaziy komiteti siyosatda qo'yayotgan edi. Uyg'urning yazarlari, shoirlari o'tirg'i chiqib nimalarni yozgan edi? She'rimni qaytarib ber degan edi. Yoki mening ijodiyat huquqimni qaytarib ber degan edi. Demak, shular shu vaqtda shunday fikr qila olgan edi. Lekin siz bugun hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur yozuvchi, shoirlar qanday vazifalarni ortib qo'ydingiz? Madaniyat inqilobidagi vazifalar yasha, kompartiya yasha mavjusi. Bu bir haqorat. Hürmetli Reis Shi Jinping, ben başta aytdim, milletçilikle, Kompartiyanın milletçilik siyaseti bir partiyanın siyasetiga o'zgartib bakın. Siz yakından beri nima qildingiz? Mesela Qashqar viloyatining Yo'purg'in oyisida, Xotanning Qaraqoshning oyisida Xitoyning qizil bayrog'ini kichik bayroq qilib yasab chiqib, Uyg'ur narisida o'smirlarning og'ziga shiltib qo'ydingiz. Bu haqorat Reis Shi Jinping. Biz Kompartiya qilsin, mayli siz qilgan bo'ling, bu bir haqorat, bir millatga, bir inson qilingan haqorat. Bunda haqoratni inson ko'tarib qo'yolmaydi. Uyg'urlar nemishqa bunga bardosh qila oladi? Chunki Uyg'urlar hissiy jihatda o'yg'on değil ki, aqliy jihatda o'yg'ongan yo'q.
Hissi cihati oyg'ondi, milliy uyg'onishni boshdan kechirdi, lekin bu uyg'onishni aqliy daraja ko'tarayotgani yo'q. Agar Uyg'urlar aqliy daraja ko'tarayotgan bo'lsa, siz bayrog'ingizni opirib uning og'ziga chishiltib qo'yganda Uyg'ur yajondan kechadi yoki boshqa bir yo'lni tutadi. Demak, daha Uyg'ur aqliy jihatdan uyg'onish davriga kirmadi. U hissi jihatdan uyg'onish davri turdi. Mushundaq qilishdan nima zaruriyati bor? Hürmetli Reis Xi Jinping, mesela bir insanı, bir milletni şu derecede horlaştığın neme zaruriyeti var? Siz bu arkalık ya sizin adamlarınız Şinjan Uygur Abnum rayondaki Çin'de o belli kandak maksat yetiyor. Kandak maksat yetmek hürmetli Reis Xi Jinping. Siz Cungo tarihideki rehberlerinin içinde kaltıs kilovatsız. Sizin çelikli iş karıştırgan siyasetiniz biz mi hem kolladık. Bunun keyingi siyasetlerinizni kollaymiz. Lekin şart şu, Uyg'urlar qaratgan millatchilik siyasetinizni o'zgartmasangız, biz ham Uyg'urlar bütün kollektiv aldı. Burun o shaxsiy uyg'onish bilan shaxsiy qahramonlik qilgan bo'lsa, endi Uyg'ur xalqi kollektiv aldı. Kollektiv uyg'onish bilan kollektiv qahramonlik ko'rsatishga majbur bo'lgan yo'lga kelib qoldi, hurmatli Reis Xi Jinping. Şunu biz hazırgacha kütüp geldik. Amerika Qo'shma Shtatlari bu meselelerni, mesela Cungo ile Amerika o'rtasida bo'layotgan ixtiloflarni boshdan tortib sizlar o'zinglar eg'izga ilib kelayotgan ixtiloflar masalasini, millatlar masalasini qanday hal qilishni. Endi bugungi kunda garchi Amerika Qo'shma Shtatlar eg'izdan chiqamasa-mu, axloqiy yo'sinda bu masalalarga diqqat qilib kelayotgan ekan, siz mushu fursatda mushundaq bir bahor fasli yoki bahor yetib kelgan Cungo Amerika munosabatini yaxshilagan mushundaq bir paytda Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonida Uyg'urlarga zada qandaq siyosat qo'llanasiz? Gap mana shu yerda. Aynı çağda Xuyabon 6 büyük siyaseti çıkarıldı. Siz hem del müşkün yani şundak 6 büyük siyaseti çıkaralmışsınız mı? Xuyabon'un siyasetini bolsun tekrarlamışsınız kandak. Ya şunu emnileştiremsiz kandak. Mesela sınak deşim bana bir şey geldi. Biz elbette kollaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümetlerinin o'rtasida munosabatning yaxshilanishini, bu davlatlarning hamkorlashishini, masalalarni hamkorlash hal qilishni, yuqorida prezident Trump efendi aytgandek, biz Jungo bilan hamkorlashib, cho'ng masalalarni hal qilamiz degandek. Mesela shu cho'ng masalalar qaysi masala? O sizga ayon. Onu Amerika Qo'shma Shtatlari biladi.